Hammaga salom bo'ladi, sizlar bilan ekan. Bugungi videoda Shark Trap va ba'zi birlar bilan PvP qilamiz. Men nima Bunny of o'sha Resus Pack'ni haqiqiy topdim. Biza yuklaganimiz uncha yaxshi emas ekan, Bare Bonus ana originalini qo'yib qo'yganman. Unutib emas ekan. Keyin komment yozibsizlar, mishkani to'g'irlashdi deb. Hozir o'shani bosasizlar, ilovasi bor, o'shani bosasizlar va pastga tushasizlar. Mouse mode deganni topasizlar. Mana o'shani slaydga qo'yasizlar. Menikida xuddi slayd degan nimasiga, o'sha menyusiga qo'yasizlar va oddiy normal bo'lib qoladi. Xo'sh, endi men bitta villager tuxumini topib qo'yganman. Sotib olganman 4,5 millionga. O'shandan mending chiqarishimiz kerak va men bu orada o'lishga ham ulgurdim. Qilichimni temim olibdi. Setim ketdi. Endi boshqa set yasashi PvP qilib set yig'ishga harakat qilamiz. Hozircha mending chiqarib turamiz. إلى حبيبتي أختي Yo, mana oxiri mending ham chiqdi. Endi buni ko'p bala sotib olamizda. Armonlarimizga qo'shamiz, chunki tonus 3 degani vitalar komment yozibdilar, o'sha tur yozibdilar, lekin men bilmayman. Uzr so'rayman. Setlarga ko'p foyda beradi, nima dushmanlaringizga uron beradi, lekin boshqa teksindirar ekan, shunisi ham bor lekin. PvP qilsangizlar, обязательно o'zlaringiz bilan 7-8 takdan XP olib chiqishlar tavsiya qilaman, agar shuni qo'yishni ham desangizlar. Lekin qo'shishni tavsiya qilayman. Masalan, men keyingi setlarimga uni qo'ymaslik tarafdoriman. Chunki vashi testini ekan, bir marta PvP qilib bildim. Shu toq shu 1 minut PvP qilamiz, o'sha bosh kiyimim yarim bo'lib qoladi. Bize eng nima zayıf bosh kiyim-ku testinadan o'sha. Endi mendingni oldik, XP to'plab, endi buni setlarga qo'shamiz. Bu payt meni miyamga bir yaxshi ideya kelib qoldi. FPS'imni vashi ko'taradigan modlar qo'shish. Hozirgi modga kirib, o'sha modlarni qo'shib olishingiz mumkin. Telegram kanalimga ham tashlab qo'yaman. Telegram kanalim bossangizlar, o'sha silka turadi o'zi, Telegram kanalim deb. Mana bu joydan ko'rib olsangizlar biladi qanday so'zlashdi. Men ham ko'rona so'zlayapman, lekin FPS normalni bildi. Bu dinamik FPS degan so'zlamalari. Shu ko'zimga ko'ringan FPSlarni ko'paytirib chiqaman. Xo'sh, endi ana Vaynes deganni yo'qib qo'ymanglar. U FPSlarni stabil qilib, nima desam, 60-70 ta o'tmaygan qilib qo'yadi, u bo'lmaydi. Ana shu grafik opsionni, o'sha optionni minimal qilib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Yaxshi grafika kerak emas, bizga FPS kerak. Telefonda eng muhimi FPS. Hammasini FPSni ultimate'ga qo'yib chiqinglar yoki 270, 210 larga. Lekin u Vaynes deganni yo'qib qo'ymanglar o'shani taylakchini. Did I cross the line? Mana dinamik FPSni ham bildik, endi sinab ko'ramiz.
man ozgina o'zgarish sezdim, lekin sezilarli darajada emas. Endi keyingi modni so'zlashga o'tamiz. Men qaysi so'zlanishini bilmayman, lekin o'shani qaysi bir so'zlab bersa, o'shalarni so'zlab chiqaman. Masalan, ferit ko'ri buni yuklasanglar yaxshiroq bo'ladi. Image fastni ham lithium sodium lithiumsiz ishlamaydi. Ana more cooling degani nastroykasini so'zlash mumkin ekan. Endi buni o'zgartiradigan hech nimasi ham yo'q. O'sha tushunmadim ham. O'shan tegmay astagina ko'rdim, keyin chiqdim, ketdim. Sizlarga ham tavsiyam, bilmagan narsalarni yoqib o'chirmanglar, keyin buzilib qolishi mumkin, tushishi mumkin. Shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Mana bu noglowda oldingi videolarga ham aytganman, eng muhimi mana shu FPS uchun. Sodiumni so'zlash demaydi. Endi mana video setting sozlamalarim hammasi FPS ga baland qilish uchun mo'ljallangan, ko'rib olishlari va tahlil olishlari mumkin. Xo'sh, endi anarxiya 3 ga qarab olg'a va o'sha XP larni to'plab setlarimga mending qo'yishni davom etamiz. Qani go! in my eyes. Mana bitta ikkita nimalarga setlar mending qo'yib chiqdim. Endi qaysiga qo'yilmaganini ko'rib chiqyapman. O'shanga shu 4 ta mending qolgan, o'shani o'rnatish kerak. Xo'sh, nimaga o'yin payti shu video yozib olingan payti gapirmayapsizda, keyin ovoz beryapsiz desanglar, chunki video yozib olinadigan payt men ilova orqali yozib olaman, chunki telefonda bunaqa funksiya mavjud emas. Va o'yin payti yozib olsam, o'tgan videolarga o'xshab ovozdan muammo bo'ladi. Qanaydir ovoz g'alati chiqib qolishi mumkin va ovozim past bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa muammolar bo'ladi. Buni betar shu muammoni yechimi sizlar like va prosmotrlar ko'proq ko'rsangizlar va obuna bo'lsangizlar, yangi telefon olib beradi ekanlar uydagilarim. Xo'sh, bu uchun like va obuna bosinglar. Agar like va obuna bosgan bo'lsangizlar, sizlarga rahmat. Videoni ko'rishda davom eting. Mana bitta ikkitasiga o'shanga qo'yib oldik. Imperator qilichni tagidagi qilichni bittasini o'ldirdim va o'sha qilich normal ekan, qilichini oldim. Va kassalda charka bilan tirab yig'ib yurgan paytda o'lim sandoq boshlanib qoldi. Ko'rinmaslik damlamasini eshitdimda o'sha o'lim sandig'iga qarab bordim. Mana bu tepadagilar o'sha netherite'lar trapga olishini bilib, o'shanga yaqin o'tirdim.
lekin trapga olishi bilan sandiq yo'qolib qoldi va bir burchakka jimjitgina kirdim, o'zi o'ldirib qo'ysa va anavi bezak tushdi. Uncha u yaxshi emas, muhim emas. Ular nezrikkalar mana sezgani yo'q. Trap to'lgandan keyin sandiqda olaman desam, ko'rishinglar mumkin. Sandiqda besh pullar. Trapga oldi, trapdan keyin sandiq yo'qolib qoldi. Qani ichi bo'sh bo'ladi, shuni men tushunmadim. Keyin yurdim, qani lut tusharmidi, bitta ikkitasini o'rtaga tashlab sekin olamanmi deb. Lekin men qilishni bekor tashlab yubordim-da, kerak. Mana shu nezrikkalar orqasidan yurdim. O'ldirsa bitta ikkitasini setini olaman deb. Lekin bekordan bekor vaqt ketgani qoldi. Streaming. I love you so much that it's dripping, dripping, but my heart's in such. I'm sorry, I know I'm too much to love to trust. I'm nothing but I miss the kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask him, I just screaming for what I could believe in since I have nobody else. I keep screaming, I keep breathing. It's the living I can't help. It's the misery, 'cause you can tell me how much that you care, and I know it's true, but yet you need to get me out your hair. Is only as special as I mean? Why can't you choose me? Is it green? This isn't less the berry. Just explain it's what you see. Misery and knowing I love you and had to leave. The misery that I can't shake. The misery I bleed. I miss the kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask you, am I just dreaming? But it's really kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. Va bekor urdim uni, endi meni urib o'ldirdi va spamga ketdim. Yana yashab qolib ketgan ishimizni davom ettiramiz. So I ask you, am I just dreaming? I feel the kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask you, am I just dreaming? I miss the kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. So I ask you, am I just dreaming? But I feel the kind of misery, the kind where you were nice to me, but only in the evening. Why only in the evening? 'Cause I know that you can, I know that you can. Xo'sh, mana Sabina Top degan o'yinchi bilan PvP qilishga kelishdik. Bola bilan PvP qilasanmi desangizlar. Lekin u o'zi men yozdim. Kassalar yurgan ekan netirib kelib. Yozib ko'rdim, go PvP RTP dedi. Go dedi. Keyin qanday yo'q deyman. Yo'q deyishini, yo'q deydi deb o'ylab yozgandim. Bu ham ha deb qoldi. Endi RTPda qilishga kelishdik. Va shu joyda videoni pauza qilaman. FPS tushishi mumkin PvP qilayotgan va ozginadan keyin yo'qaman. Yo, mana 2 marta PvP qildik. Birinchisidan hozir ko'rasizlar, shartga solib qo'yganman. Mana ikkinchisidan Z5 bosh kiyim, imperator ko'krak va imperator shim tushdi va normalniy qilish tushdi. Bilayni qadam ko'rsataman. Ana, ko'rdinglarmi? O'sha qilish tushdi, keyin jangchi arbaleti tushdi. Xo'sh, PvP qanday bo'ldi desangizlar, birinchi partiya PvP deb yozdik. RTPga borgandan keyin xo'sh, uni sakrog'ich degan oyoq kiymasi bor ekan
zaifal bo'ldim, lekin borku o'sha sehrdan sakrab, bir 3 metr sakraydi, bir urib ham bo'lmaydi ekan. Oxiri trapga olib bir normalniy jonini ketkazdim. Keyin tonus uch armor ters sindiradi-ku. Sirada qo'shdimda, qo'shgandan keyin kombat tugagandan keyin Axdan XP sotib oldim. Bilmayman lekin qancha sotib oldim. 89 million bo'lsa, hay 1 millionga kirka olgan bo'lsam, 1 millionga XP olibman. Sirada keyin XPlarni tashab armorimni tuzatib oldim. Xo'sh, keyin uni oldiga qaytib borib urdim. U qo'shishni boshladi. Nimaga qo'chibdi bu desam, qarasam, silalari ham bu, charkalari ham deb, lekin vashi qo'chibdi. Keyin oxiri borib shunday suvni ichida qochayotdi. Shu 3 ta ketmaga tars etib urdim. Bosh kiyimi sindi. O'yladim, ana shu uchun qochibdi-da deb, keyin oxiri qocha olmadi baribir. O'ldirdim. O'ldirgandan keyin oyoq kiyimi ham singandimi? Xo'sh, qarorchi, o'sha oyoq kiyim bilan bosh kiyimi singandi. Oyoq kiyimi sinmagan, ko'krak zirhi atgancha singandi. Bosh kiyimi bilan keyin o'ldirdim. O'ldirgandan keyin yana bir marta yozdim. Yana to'yib qilasanmi? Set yasab dedim. Hozir 1 minut kutib tur dedi. Keyin do'qbalan dedimda, keyin o'zim tayyorgarlik ko'rishni boshladim va Go PP deb yozdi. Keyin RTPga yana bordik. RTPga borgandan keyin u joycha qazisida keyin shera PP qilamiz. Men uni PP qilayga va qochganimni ko'rdi-da. XP tashab XP sep olganimni. Keyin o'zim bilaman 5 takchalar XP etgandi. Va u joy qazidi, o'sha yoqqa tushib PP qildik. Boshiga u meni pashti o'ldirayotgan edi. Keyin charka narsalarni yedimda. Keyin yana qaytib PP qilib ketdik. Keyin oxiri charka ham, keyin oddiy olmayam, oddiy sehrlangan, oddiy oltin olma ham nima edi. Boshqa tepaga kavlab qo'yishdim-da, keyin u S deb yozdi. Keyin XP tashladimda, XP bilan asetimni davolab oldimda, yana qaytib keldim. Keyin urishdik, keyin u yana qochishni boshladi. Shu keyin u birdan qochayotgan va pastga tushib ketdi. Pastga tushib ketgandan keyin kirkasi bor ekan, kirka bilan meni trapga o'sha joylab qo'zidi-da, pastga shu tog'da o'rtasiga edi, shu bloklar bor edi. Keyin u qazida o'zicha trapkaga olib o'sha bitta blok qo'yib meni o'ldirmoqchi edi, lekin qila olmadi. Tepadan tushib ketgani uchun oyoq kiyimini joni kam qolganda, men urgan paytim oyoq kiyimi sindi va o'zlaringiz ko'rganday u o'ldi va setini bilan narsalarini oldim. Sizlar bilan ekan bo'ldi. Hammaga ko'rishguncha, keyingi video ko'rishguncha, xayr.